Assalomu alaykum, bizani kuzatib borayotganlar, bizani kanalimiz obunachilari. Men Top Agrovet kompaniyasini agronomi mutaxassisi hamda o'simliklar karantini va ilmiy tadqiqot instituti doktoranti Mamat Sohibjon bo'laman. Xo'p, bugun sizlar bilan tizimli preparat haqida gaplashamiz, ya'ni sistemli preparat haqida. Hop, bu preparatlardan biri atsitamiprid tarkibli preparat. Hop, atsitamiprid tarkibli preparat. Atsitamiprid nima o'zi? Atsitamiprid neoktinoidlar sinfiga kiradigan preparat bo'lib, asosan tizimli ta'sir ko'rsatadi hasharotlarga. Bu qanaqa hasharotlarga ta'sir ko'rsatadigan savolga so'ruvchi hasharot, ya'ni shira, trips, oqqanot, qandalar, hasvalarga. Mana shu sanab o'tgan hasharotlarimizga juda yuqori samara beradi bu preparat. Atsitamiprid tarkibli preparatlardan hozirgi kunda juda ko'p fermerlarimiz qo'llab kelyapti. Bu preparatimizni shakli har xil, ya'ni parashok shaklida ham bor, hamda konsentrat, suspenziya konsentrat yoki emulsiya konsentrat shakli ham bor. Atsitamiprid preparatini qo'llash me'yori qanaqa degan savolga, qo'llash me'yori asosan ekin turiga qarab qo'llaniladi. Ya'ni o'sha sanab o'tilgan misol ekin turlaridan g'alla, paxta hamda sabzavot ekinlari o'zini ko'rsatib o'tilgan me'yorlari bo'yicha qo'llaniladi. Biza Top Agrovet kompaniyasi sizlarga o'sha atsitamiprid tarkibli preparatlardan bittasi Agroplan Neo preparatini tavsiya qilamiz. Bu preparat qanaqa preparat? Boya aytib o'tganimdek, tizimli preparat. Bu biza bilamiz eskidan biza dehqonchiligimizda o'sha qo'llanib kelgan nom bor, Masplan degan nom bor. O'sha Masplan preparatini analogi hisoblanadi. Ya'ni birga bir o'sha nimasi, nima tarkibi o'xshash. Bu preparat faqat tuzilishi, ya'ni preparat shakli boshqacha, ya'ni suyuq holatda, o'sha emulsiya konsentrat holatida. Bu preparatni aytib o'tganimdek, o'sha shiralarga, tripslarga, oqqanotlarga qarshi sarf me'yori gektariga 200 gramdan 300 gramgacha qo'llash mumkin. Bu preparat bu preparat haqida ma'lumotlar juda ko'p. Agar ma'lumot, yana qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, o'sha pastda opsiyaga qoldirib qo'yamiz, bemalol kirib so'rashingiz mumkin, biz sizlarga javob beramiz. Preparat juda nima deydi? Mashhur preparat. Bu preparatni hamma o'sha respublikamizda, hamma viloyatlarda, o'sha har bitta tumanlarida o'zimiz bilan birga ishlaydigan hamkorlarimiz bor. Shu hamkorlarimizni aptekalarida, do'konlarda bemalol topishingiz mumkin. Bu preparat o'sha aytib o'tilgandek mevali bog'lar, sabzavotlar, g'alla, paxta, jamiki o'sha qishloq xo'jaligida ekiladigan madaniy ekinlarini so'ruvchi zararkunandalarga qarshi bemalol qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana qanaqadir savolingiz bo'lsa, boya aytib o'tilgan opsiyaga yozib qoldiringlar, biz sizlarga aloqaga chiqamiz hamda tushuntirish berib o'tamiz. Rahmat kattakon.